3. Bab. Musa qiynoatisi Midyan ruhanisi Yetroning yana bir ismi Ravul qo'yni boqatdi. Bir kuni u podsini haydab cho'lni kesib o'tib, Xudoning texi Sinoy teg'iga keldi. U yerda Parvardigorning farishtasi tikanlikdagi yolqinjab yeniyotgan o't ichidan Musoga tuyuqsiz ko'rindi. Musa tikanlikda o't yeniyotgan bo'lsa-mu, tikanlikning kuyib ketmayotganligini ko'rdi. U bu ajoyib ish-ku. Tikanlik nemishqa kuyib ketmaydigandu. Yeniga berib qarab boqaychu deb o'yladi. Musoning yaqinlab kelganligini ko'rgan Parvardigor tikanlikning ichidan Musa, Musa deb tovladi. Mana men deb javob berdi Musa. Xudo uningga bu yerga yaqin kelma. Cho'riqlig'ini sog'in. Chunki sen turayotgan yer muqaddasdir. Men sening otang, shundaqla ajdodlaring İbrahim, İshaq va Yoqubla e'tiqod qilib kelgan Xudo bo'laman, dedi. Buni anglagan Musa Xudoga qarashqa petinamay yuzini etib oldi. Parvardigor uningga mundaq dedi. Men xalqim İsroillarning Misrda qarnayotganligini ko'rdim. Ularning emgak nazoratchilarining zulmidan qilgan noli faryodlarini angladim. Ularning azob tatayotganligini bilaman. Shunga men ularni Misrliklarning qo'lidan qutqizib, sut bilan hasal eqib turadigan bepoyon munbat ziminga elib berish uchun tushdim. U yer Qanonlar, Xitlar, Amurlar, Perizlar, Hevilar va Yabuslarning makonidir. Xalqimning qilgan noli faryodi qulog'imga anglanmoqda. Misrliklarning ularni qandoq azganligi-mu ko'z oldimda turmoqda. Shunga endi seni Misr podshohining oldiga avatiman. Berib, o'z xalqim bo'lgan Isroillarni Misrdan elib chiq. Lekin Musa Xudoga men Misr podshohining oldiga berib, Isroillarni Misrdan elib chiqalaydigan qanchalik cho'ng odam edim, dedi. Xudo uningga men sana yor bo'laman. Sen İsroillarni Misrdan elib chiqqandan keyin sizlar bu toqqa kelib, menga ibodat qilasizlar. Mana bu mening seni avatganligimning belgisi, dedi. Men berib İsroillarga meni bu yerga sizlarning ajdodlaringlar e'tiqod qilib kelgan Xudo avatdi desam, ular menga ishonmay, qaysi Xudo haqida so'zlayotsan? Uning nom sharifi nima? deb so'rsa, men nima deyman? dedi Musa. Xudo mundaq dedi. Men mangu bog' bo'g'uchdirman. Sen berib ularga meni sizlarga mangu bog' bo'g'uchi avatdi degin. Xudo Musaga yana İsroillarga mangu bog' bo'g'uchi, ya'ni ajdodlaringlar İbrahim, İshaq va Yoqubla e'tiqod qilib kelgan Xudo meni yeninglarga avatdi degin. Bu mening mangulik nomim. Avloddan avlodgacha mushu nom bilan eski eliniman.
Sen berip, İsraillarning oqsoqollarini yig'ib, ularga Parvardigor, ya'ni sizlarning ajdodlaringlar İbrahim, İshaq va Yaqublar e'tiqod qilib kelgan Xudo menga ko'rindi. U mening sizlarga, men Misrliklarning sizlarga qandoq muomala qilayotganligini ko'rdim. Men sizlarni ularning zulmidan qutuldirishga va'da qildim. Men sizlarni sut bilan asal eqib turadigan zaminga, ya'ni Qanonlar, Xitlar, Amorlar, Perizlar, Hivilar va Yabuslarning makoniga elib boraman deb yetkazishimni aytdi degin. Oqsoqollar sening so'zlaringni anglaydi. Ondan keyin sen ular bilan birlikda Misr podshoyining oldiga berib, uningga hammanglar bir eg'izdin Parvardigor, İbroniylar e'tiqod qilib kelgan Xudo bizga ayon bo'ldi. Endi bizning 3 kunlik yo'lni besib, cho'l bayavonga berib, Parvardigorimiz Xudoga qurbonlik qilishimizga ijozat bergaysiz, denglar. Menga ma'lumki, men Misr podshoyini besim bilan majbur qilmag'icha u sizlarga ijozat bermaydi. Shunga men o'z qudratimni ishga selib, xalqi olam oldida har xil mo'jizalarimni ko'rsatish orqali Misrliklarni jazolayman. Shuning bilan Misr podshoyi sizlarni u yerdan chiqarib yetidi. Sizlar Misrdan chiqadigan vaqtinglarda men Misrliklarni sizlarga mehribonlik ko'rsatadigan qilaman. Shunga sizlar u yerdan chiqqanda quruq qo'l chiqmaysizlar. İsrail ayollarning hammasi Misrlik qo'shnilari va qo'shnilarining mehmonlaridan oltin kumushdan yasalgan zinat buyumlar va kiyim-kechaklarni talab qiladi. Bu narsalar bilan bolalaringlarni yasandirsizlar. Mana shunda qilib Misrliklarning boyliklarini totib olgan bo'lisizlar, dedi.